Faqat qo'lingni olib tez yur. Chitirtasiz. Uf, bizbet kuyovim kelyapti, eshikni yopib olaman, uyda hech kim yo'q deb qaytib ketadi. Nozim! Nozim aka! Ammo sosiramasdan poylamas kerak-da, turing o'rningizdan. Voy, qizim, kelishingni ham aytib qo'ymaysan. Xuddi qo'y so'yib kutib oladigandek gapirma. Nozim aka qaytdi. Voy, oyi. Pochcha, dadam ham apendis bo'lib qoldi. Ko'rmaysizmi? Zo'ri. O'laman desa, bu kulaman deydi. Kuyov bola, bu narsadan yeb o'tiring. Voy, qalampir achchiq. Voy, qaynoq. Apendis oldingizmi? Ha, damam ketibdi o'zi. Yegansiz, tomoshilab kelganini mana shunaqasiga tiqqansiz. Keyin ichakka axlat tiqilib qolganda, keyin ichakka ham aytgan, "May, ammangni yegan ovqatiga" deganda apendisga o'rgan. Ha, mana undan ko'ra Flavis'da yangi chiqqan Amerikadan keltirilgan moviy malina tamligini iching. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Vaqti zo'r suv chiqqan, ichlaringizni tozalaydi. O'zbekistonning Luboy hududidan topsangiz bo'ladi. Men iching. Ha, o'xshatmang, iching. Kuyov bola, anchadan beri go'sht yemayapmiz, ichimiz ham shilinib ketdi. Mana shu qo'ydi, so'yib bering. Voy, men qondan qo'rqaman. Qanaqa ertanlagansan? Oyi. Voy, kuyov, qo'ying. Ey, kuyov bola qayoqqa olib ketyapsiz? Ha, sizga magazinda go'sht olib beraman, uyga olib ketyapman. Qo'yni joyiga olib borib qo'ying, hamma. Nima qovog'ingizni solyapsiz? Bitta qo'yib bersangiz beribsiz-da kuyovingizga. Kuling, yuzingizni unab turmang, kuling. Unaqa qilmang. Kuling. Voy, unaqa qilmang kuyov bola. Operatsiya joyi ochilib ketadi. Operatsiya joyi ochilib ketdi. Sizlar skoriy chaqiringlar, men qo'yni uyga tashlab kelaman.